Odam ham charchab ketdi. Tezroq uyga kirsam, xonamga kiraman, kompyuterimni o'ynayman. Oyi, men keldim. Appa. Tushunmadim. Xonamdan ovoz kelyapti. Narsalarim joyida. Kim tek? Ey uka. Kalankalar ham zo'rmi? Ya. Aka, urmang, bo'ldi. Chiqib ketaman, bo'ldi. Har kuni shu ahvol, har kuni. Narsalarimni ham choshirib tashlabdi. Gilamlarimni ham saltolar otadi men o'zicha. Hammaga salom, assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Imronbek Gaming kanali ko'rishmaganimizga ham ancha bo'libdi. Ko'rdinglar mana, ukam hamma narsamga teginib, qochib ketib, xullas asabimni buzib. Do'stlar, men bunaqa yasha olmayman. Qachongacha men bu yerda kompyuterimda o'tirib o'zimni videolarimni olaman desam, shunchagalar chiqib keladi. Men o'zimga yashirincha joy qurishim kerak. Qayerdan qursam bo'ladi? Masalan, gilamni tagidan. Lekin men hozir qura olmayman, chunki uydagilarim yaqinda xolamnikiga ketishmoqchi. Shuni kutib, ketganlaridan keyin asta-asta ishlarni boshlaymiz. Hozircha esa men dam olishga ketdim. Har kuni shunday. Zerikarli, yomg'irli va yana boshqalar. Lekin kunlardan bir kun onam menga shunday dedi. O'g'lim, biz ertaga xolanglarnikiga ketmoqchimiz. Uyda aqlli bo'lib o'tiraversan. Obunachilaring ham seni sog'inib qolgandir. Yo'q, oy, men unaqa deb o'ylamaman, lekin mayli, sizlar yaxshi borib kelinglar. Mayli dada, sizlar ham yaxshi borib kelinglar. Xolamlarga salom aytinglar. Mayli o'g'lim, sen ham yaxshi o'tir. To'polon qilmasdan o'tir. Mayli, sog' bo'linglar. Va nihoyat ular ketishdi. Endi esa biz o'zimizning sirli xonamizni quramiz. Menimcha mana shu yer ostidan qursak menimcha yaxshiroq bo'ladi. Sizlar zerikib qolmasliklaringiz uchun men xonani qurib o'tirgan joyimdan boshlayman. Do'stlar, men yashirincha xonamni tugatib bo'ldim. Endi esa shunchaki mana bunday fonarlarni qo'yib yoritib chiqishimiz. Mana shunday, mana. Yoki men buni buzib qo'ysak ham bo'ladi. Endi mana bu yerga ham bitta. Bu yerga ham, shoshmanglar. Menimcha buni mana bunday qilib qo'yamiz va buni ham bunday qilib qo'yamiz. Keyin mana bunday qilib qo'yamiz va yana mana bunday. Bo'ldi. Endi esa mana bu yerdan men kompyuterlarimni qo'yaman. Xo'p, mana bu yerga notebookimni, bu yerga esa kompyuterimni qo'ysam yaxshi turdi. Mana bu yerga ham PlayStation 5 ni qo'yib qo'yaman. Ana yana zo'r turdi. Va endi o'tirg'ichni qo'yamiz, kresloni. Mana bunday qilib qo'yamiz. O'tirib, mana bunga ham borsa bo'ladi, buni ham o'ynasa bo'ladi. Va endi nima qoldi? Endi mana bu arkadani qo'yamiz mana bu yerga. Ana endi o'ynasa ham bo'ladi. Xbox ni ham mana bu yerga qo'ysak bo'ldi, yaxshi turdi. Xullas, bu meni o'yin o'ynaydigan joyim, bu esa meni stream qiladigan joyim bo'ladi. Kameramni bunday qilib qo'ysak, yo'q, bo'lmadi. Mana. Endi yaxshi bo'ldi. Mana bu yerdan tushib, mana kamerani sozlab, keyin mana bu yerda kompyuterimni o'ynayman mana Minecraftda. Mana bu yerga kolonka qo'yib qo'yamiz. Wi-Fi ni ham shu yerga qo'yib qo'yamiz va kresloni ham mana bunday qilib qo'yamiz. Endi bemalol mana bunday o'tirib o'yinimni o'ynashim mumkin. Va menda parda ham bor. Pardani qayerga qo'yamiz? Uni ham mana shu yerdan qo'yib qo'ysak, yo'q, kompyuterimni yopyapti-ku bu. Mana. Ana, zo'r bo'ldi do'stlar. Aytgancha men uxlashim uchun ham joy tayyorlashim kerak edi-ku. Xullas, arkadani olib turamiz. Kravatni bu yerga qo'yamiz. Mana bunday qilib qo'yamiz. Men xolodilnikimni ham topib oldim. Xolodilnikni chanqiganimda endi suv ichishim kerak-ku, mana bu yerga qo'yamiz. Yo'q, shoshmanglar. Ana bo'ldi. Yo'q. Ana bo'ldi. Xohlagan paytim
mana bu yerdan egilib suv olib bilishim mumkin. Arkadan bu yerga qo'yamiz, yaxshi turdi. Va kitoblarni ham bunday qilib qo'yamiz. Endi men bu yerda yotishim mumkin, kitoblarni o'qishim mumkin, arkadan o'ynashim mumkin va suv ichishim mumkin. Mana suv ham yaxshi turdi. Men bu yerda ham o'tirib endi bunday olishim mumkin va kompyuterlarni o'ynashim mumkin. Endi men bu yerdan tushib chiqish uchun joyimni qilishim kerak, lekin buni ukamlar ko'rmasligi kerak. Sandiq qo'yish esdan chiqibdi. Sandiqni ham mana bu yerdan qo'yib qo'yamiz. Narsalar ham turadi. Mana bitta sandiq bo'ladi, o'zi yetadi. Mana bu narvonni bunday qilib qo'yamiz. Undan keyin mana buni bunday qilib qo'yamiz va ana bo'ldi. Hech kim ko'rmaydi. Xohlagan paytim gilamni ochib, pastga tushib, yana yopib qo'yib o'ynashim mumkin. Xullas do'stlar, shu bilan videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Stream xonamni 1 dan 0 gacha baholab keting, ya'ni o'yin o'ynaydigan xonamni 1 dan 10 gacha baholab keting. Men esa endi oyimlarni kutishim kerak.